Sizlar bilan Habibjon. Bugungi videoda 3-qismga xush kelibsizlar. 3-qismni boshlaymiz. 3-qismni boshlaymiz. Xolos, so'zni to'g'rilab olay. Bugungi videoda o'sha ishlarimizni davom ettiramiz albatta. Kamgina qilganim yo'q-ku. Bu sarfga ketish kerak edi. Yana buglar qo'shildi deb o'ylayman. O'zimni uyim qilaman. Nega o'zim desangiz, o'zim ham savoliga javob bera olmayman. Chetchaga qilaman o'zim uyimni. Voy, tush baloga o'tiribdim bu yoqqa. Mana bu yoqqa qilaman o'zim uyimni. Chunki uzoqroq qiziq bo'lish uchun albatta video sizlar uchun shuncha harakatim ketyapti. Kanalga obuna bo'lsangiz arziydi. Shuncha harakat sizlar uchun albatta do'stlar, kanalga obuna bo'ling. Men bu videoni albatta qism bo'lib ko'proq chiqaraman. 6 ta eshik yetarli. Temir eshikka o'xshaydi. Mana bu yoqlar qop-qorong'i. Yo'q, tashqariga chiqish. Bu eshikni tashqaridan qilish kerak edi. Chunki ichdan qilsam biram yomon ko'rinadi eshik. Ana, bilakan-ku. Mana bu yoqqa o'zim uyim. Ikkitalik qilmoqchi edim-ku. Qanday o'zimni zo'r his qilyapman. Bed. Yo'qlarga 1 soat harakat qilish kerak. Sandiq kerak edi menga albatta. 4 ta sandiq. Mana bunday qilib qo'yish uchun bu narsalarim to'lib qolsa solaman. Shuni albatta kavlash kerak. Narsalarim rosa to'planibdi. Böyle. Koca çıkış. Bir yamuk görünüp de gözüme. Qishloqqa kelish mumkin. Hammasi zo'r ketibdi degan umiddaman. Albatta men nezerga ketishim mumkin. Yerni tagiga kavlab ketishim kerak. Olmos topish kerak hali. Buni tarafga ham bitta uy quraymi deyman. Shuni o'ylab qo'ydim. Quraymi yo'qmi kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men olmos kavlashga ketdim. Albatta 3-qism kommentariyasiga yozinglar. Men buni tarafga uy quraymi yo'qmi?
Agar o'zi qurmoqchi bo'lsam, quring deb yozinglar. Agar qurmoqchi emasmisam, qurmang deb yozinglar. Juda tez gapiryapman. Sizlar tushunyapsizlar degan umiddaman. Chunki bu tarafdan bu tarafga o'tish juda zerikarli. Kreativdan bir yo'lakcha, poyezdcha qilaymi deyman. Chit ishlatmayman-da. Chit ishlataman ishlatishga. Lekin kreativ narsalardan o'ylam ozgina nima qilibdi? Mana bu yoqqa yo'l qilish kerak-da. Bu qishloqlar qo'li singan yarmini qila olmaydi. Bu rasso qilyotibdi bu yoqda, bu yoqda. Faqat ularga bo'lsin, dam bo'lsin. Mazza qilib yotadi o'zini. Yana portlatgan edim. Stop. Almost nima? Ana taraflardan topgan edim. Mana shu yerlardan yo ichkariroqdan topgan edim. Mana bu tarafga topgan edim. Almostni. Man ana bu yerdan kavalab ketgan edim almost chiqishga. Stop, menga temir ham kerak, ha. Bu yerda temir ham bor-ku albatta. Temir topaman deguncha kirkam sinmasa bo'ldi. Boshqasini yasashga tosh bir yaram yomg'ir yog'ibdi. Mana temir. Kirkam sindi. Yestikamam yo'q. Qo'sh, ana endi 1 soat kutishlar. Hamma joy qop-qorong'i bo'lib qoladi. Kulda sindiraman endi shuni. Bekor qildim. Ikkita sala qozon taqibdi. Nima pechkani ham endi qo'yla sindiramanmi? La'nati vestakdagi dahshat. Hammasi raso bo'ldi. La'natlar bo'lsin men. Toshni o'zi pechkani bir nima taporcha bilan sindiraman, bir vestakni kirka bilan sindiraman. Tupurdim. Tezroq sinsa-da bir. Mana bu ko'mirlar ham kerak bo'ladi. Men shu ko'mirni o'rniga taxta qo'yibman. Shuncha taxtam yo'qotib lava. Mana o'sha olmoslar, o'sha yerdagi qadrdon olmoslar. 4 ta olmoslar. Eski uloq ishlatib chiqish kerak.
Do'stlar, nega shuncha vaqtdan beri to'xtatib yuribsiz deyishingiz mumkin. Chunki juda mani yomon yutalım qo'zg'ayapti. Shuning uchun sizlarga buni tez nima qilish, shu sizlarga buni ovozini eshittirmaslik uchun stop qilib chiqaman. O'sha joydan yana kavlab ketamiz. Temirda o'tib ketdimmi deyman. Menga вообще qop-qorong'i. Sizlarga yorug' ko'rinishi mumkin. Qani fakil. O'tib ketibman. Menimcha o'tib ketganman aniq. Chunki shuncha qavladim. O'sha kon. Men bu konni sirini sizlarga albatta ochaman. Kim ko'rmagan bo'lsa ko'rsin. Bu yerda 16 ta olmos chiqadi albatta. Haylo olmoslar. Kim bilmasa 455 seed deb yozsin, men qilgan narsani qilsin, shuncha olmoslarga erishadi. Bu yoqdan narxi 8 ta olmos chiqadi shekilli. 4 ga 8 12 albatta. Yana bu yoqqa, mana bu yoqlarga ham olmos bo'lishi kerak. Aytganimdek, haylo. Shunday kommentlar uchun kanalga obuna bo'ling. Agar siz ham ana shu merni yuklamoqchi bo'lsangiz kanalga obuna bo'ling. Men bu narsani albatta ko'rsatganman. O'sha videomdan ko'rib qoling. Iltimos shu kanalga obuna bo'ling. Kam obunachi bo'lyapti. Yomon kam obunachi yig'ilibdi. O'zi boshiga 10 ta obunachi bo'lishini istasdim. Hozir esa 100 ta bo'lib ketishini istayapman. Shuning uchun meni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'ling. Men unisi videolarda ham albatta chiqaman. Yana bu yoqdan 4 ta olmos chiqdi. Obsidian olmos ko'rka bilan kavlaymi? Albatta kavlayman. Nimaga qoldirib ketaman, to'g'rimi? Vestaqqani hozirroq olmos ko'rka yasaymiz. Ko'rka va bolta. Bo'ldi, menga hech narsa kerak emas. Aslaha qilish kerak. Bo'ldi. Yuz aslahaga qancha qoldi? 10 ta olmos. Yaxshi. Shapka bilan oyoq kiyim yasayman. Ularni temirdan qilaman. Chunki ko'p olmosim kam. Hoppa. Hot lava. Xo'sh. Nima kerak edi? Nimanga paqir kerak edi? 2 ta temirim bor. La'nati. Paqirga yetmaykan. Lekin aslahaga yetadi. Olmos yetadi aslahaga. Boshida kirkam yo'q edi. Hozir esa olmoslik. Lavaga tushib ketaman deb o'ylagandim, lekin baribir olmadim keldi. Nimaga chiqib olmaydi ikkita tarafdan ham? Qaysi tomondan kelgan edi?
Xo'sh, shu konni ichida 3-qism tugadi. Hammaga xayr do'stlar.